Bu darsimizda eksport ko'rib chiqamiz. Eksport qilishimiz uchun bizga DataSmith degan Unreal Engine plugini kerak bo'ladi. Buni Google'ga yozamiz DataSmith deb. DataSmith Exporter plugin deb chiqadi. Ishni kirib olamiz. Pastroqga tushamiz. Shunda bizda qaysi programmalar uchun kerakligi bu yerda bor. Bizga kerak bo'ladigani 3D Max uchun. Hop, bu yerda yozib qo'yibdi. 5.5 versiya uchun 3D Max 2025. Siz ishlatishingiz mumkin. Unreal Engine 5.3 yoki 5.2 versiyani ishlatishingiz mumkin. O'sha paytda men bu yerda u versiyalar chiqmasa, hop, bu arxiv bo'lsa degan bo'lsa, bu yerda eski versiyalar uchun DataSmith'lar ham bor mana. Biz hozir proyektimiz 5.5da, 5.5da ishlaymiz, o'shaning uchun bizga mana shunisi kerak bo'ladi. Hop, download bosamiz, chiqadi. Sketchat qilib bo'lgandan keyin prosta install qilinadi. Install qilayotganda faqat 3D Max'ni chiqib turish kerak bo'ladi. Hop. Install qilganingizda xuddi mana shu yerda chiqadi. DataSmith degan plugin. Hop, bitta bo'lsa degan bo'lsa, bo'ldi. Xuddi mana shunaqa nastroyga chiqib keladi. Proyektimizni alohida bitta save as qilamiz. Bu o'sha bizga ortiqcha narsalarsiz bo'lishi uchun hop, save select bosib olamiz. Yo'lda o'sha save bo'ladi. Var export qilib. Hop, olamiz o'shani. Shunda bizda o'sha ortiqcha narsalar bo'lmaydi. Boyagi sketterlarsiz tayyor saqlanamiz o'zi. Saqlangan shape'larni o'chirib tashlaymiz. Tanlaymiz, bizda shape'lar yo'q ekan, hop. Agar light'lar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham o'chirib tashlaymiz. Kamera, light bizga kerak emas. Hop, bizda faqat geometriyani o'zi, materiallar o'zi bo'lsa bo'ldi. Export bosib olamiz. Tutimizni ko'rsatib olamiz. Export. E'tiborda pop qo'yamiz export. DataSmith'da ochib tashlab bo'ladi. Unreal Engine proyektimizga kirib olamiz. Biz bu yerdan ham ish narsalarni ochib tashlaymiz. Hop, bu yerga pop qo'yamiz. Garage klavishi Ctrl M yoki bu yerdan ham ochishimiz mumkin. Hop, DataSmith'ni import qilayotganda men bu yerdan import qilinmaydi. Import bo'ladi. Hop, biz bu yerdan DataSmith degan fayl import ko'rsatib olamiz. Hop, shunda biz export kiradigan bo'lsa, buni tanlab olamiz. Bu yerda data degan papkamizni ko'rsatib olamiz. Shunda bizga kerak bo'ladi, nimalar kerak bo'ladi? Geometri kerak bo'ladi, material teksturalari bilan kerak bo'ladi, kamera kerak emas, animatsiya kerak emas, generate light map UV ham kerak emas bizga. Import bosib olamiz. Hop. Anlik o'tadigan bo'lsa, mana o'sha geometriyalarimiz tushyapti o'zi. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bizning proyektimiz safarning o'rtasidami? O'sha narsaga e'tibor berishimiz kerak har doim. Agar o'rtada bo'lmasa, o'rtaga surib qo'yib, keyin eksport qilishimiz kerak. Birinchi bo'lib, scale'ni tekshirib olamiz. Buni tekshirishimiz uchun olga o'tamizda escalate deb qo'yib beramiz. Shunda bizda maneken chiqib keladi. Bu o'sha odamlar razmeri. Shunda bu hozir to'g'ri turibdi. Agar to'g'ri bo'lmaganda, o'sha 10 barobar katta kichkinaligi bittada o'sha ajralib qolgan bo'lardi. Bizda mana bu yerda shape'larimiz o'tmay qolgan. Sababi ular spline ko'rinishida bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki o'zi kuchi yo'q bo'lishi mumkin. Ularga o'tib olamiz. Qaytadan eksport qilamiz.
ishimizni ushlab olamiz, yoqlab qilamiz o'sha ishimiz adresiga borib olamiz. Buni reimportga yuboramiz. Save qilamiz. Ctrl Shift S bosganimizda hammasini birdan save qiladi. Bu yerda nimadirlarimiz pop etibdi. Shularni qilib olamiz. Chizig'ini bo'lish kerak bu yoqda. Bular alohida eksport qilsak bo'ladi. E'tibor berishimiz mumkin. Buni UV'si mana bu yoqda cho'zilib ketgan. O'shani birdan to'g'rilab olamiz. Bu uchun nima qilamiz? Prosta bunga UV map berib olamiz. UVW map. Box o'tkazib 100 100 100. Qaytadan bularni eksportsiya qilib boramiz. Buni Ctrl D ni bossak, garaj kimalishi o'sha alt joyiga borib oladi. Qayerda turgan bo'lsa, reimport bosib olamiz. Shunda bo'ladi. Save bo'lsa bo'ladi.